Soliq ma'murchiligi, soliq organlariga yuklatilgan vazifalar, tizimdagi ijobiy o'zgarishlar, soliq to'lovchilariga berilgan yengilliklar, yashirin iqtisodiyot hamda soliq madaniyati. Shular haqida bilishni istasangiz, bizni kuzatishda davom eting. Bu borada Buxoro viloyati soliq boshqarmasi boshlig'i Dilshod Yo'ldashev bilan suhbatlashamiz. Dilshod Rustamovich, avvalo bizni qiziqtirgan savollarga javob berishga tayyor ekanligingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Avvalo, taklif uchun katta rahmat. Sizlarni viloyat soliq boshqarmasida ko'rganimdan davlatda xursandman. Ma'lumki, 2018-yilda O'zbekiston Respublikasining soliq konsepsiyasi hamda undan keyin yangi tahrirdagi soliq kodeksi qabul qilindi va shu asosidan soliqchi tadbirkorga ko'makchi tamoyili bilan ish yuritilyapti. Qolaversa, korxonabay, mahallabay tizimlari yo'lga qo'yilgan. Bu tizimda ishlash Buxoro viloyatida qanday samarali natijalarni beryapti? Haqiqatan ham hurmatli prezidentning ko'rsatuvlarida soliq organlarida, soliq siyosatida juda katta ishlar amalga oshirildi. Qaytadan ko'rib chiqilib, bugun e'tiborimiz o'sha tadbirkorlarga. Ya'ni tadbirkorni o'sha og'ir yengil qilish. Hozir yaxshi narsani aytib o'tdingiz, soliqchi tadbirkor ko'makchi sifatida. Haqiqatan ham tadbirkor qanchalik rivojlansa, shunchalik davlat bo'yidi. Endi davlatning asosiy tushumlaridan biri avvalda soliqlardan shakllanadi. Soliqlar nimadan? Soliqlar shu tadbirkorlar tomonidan to'lanadigan soliqlardan davlat byudjeti shakllanadi. Shu uchun tadbirkor hurmatli prezidentimizdan har safar har yig'ilishlarda ta'kidlab o'tganlaridek tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlashga, ularning muammolarini yechim qilishga, o'sha soliq organlarida masalan aql tushunmovchiliklar bo'lsa, ularni tushuntirish berish, ko'makchi sifatida yordam berishimiz va soliq qonunchiligi bo'yicha unga doimiy tushuntirishlar olib boramiz. Endi tushuntirishlar olib borishimizda o'sha sizlarning blogerlarimiz va vakillarning ahamiyati juda katta bo'lib turibdi. Bu uchun ularga juda minnatdorchilik bildiramiz. Kelgusida Xudo xolasa mana juda katta bir uchrashuvlar amalga oshiryapmiz. Tadbirkorlar bilan uchrashuvlar o'tkazamiz. Endi korxonabay, mahallabay keladigan bo'lsak, har bir o'sha soliq inspektorini mahalla darajasida tushib, tadbirkorlarning dardini eshitib, ularga ko'mak berish. Ya'ni ularni shu rivojlantirish. Maqsadimiz shu. Bir mahallada ikkita o'shadan biriktirilgan 262 ta mahalla inspektorimiz mavjud va har bir korxonaga eshigiga borib soliq organlari tomonidan har tomonlama amaliy yordam beramiz. Xuddi shunday korxonabay tizimida ham endi juda yaxshi bilamiz. Soliq to'lovchilarimiz aylanma soliq to'lovchilari bor, ya'ni tovar oboroти 1 milliard so'mdan oshmagan, 1 milliard so'mdan oshgan qo'shilgan qiymat soliq to'lovchilar. Ular ham xuddi shunday bugungi kunda 13 mingdan ziyod ularga 16 ta viloyat soliq boshqarmasi xodimlari xizmat ko'rsatdi. Har tomonlama ularning muammolari eshitib kelinmoqda. Shu o'rinda juda ham to'g'ri aytdingiz. Bugungi kunda prezidentimiz tomonidan tadbirkorlarga juda ham ko'p imtiyozlar, imkoniyatlar berilyapti. Shu o'rinda kichik biznes va o'rta biznes vakillari bilan bo'lgan uchrashuvda chempion tadbirkor degan atamani ishlatdilar prezidentimiz. Bu atamaning ma'nosi nima va mana shu tadbirkorlardan qanday vazifalar talab qilinadi, qanday imkoniyatlar berilgan ularga? Prezidentimiz yangi bir tizim yaratib berdilar. Ya'ni chempion tadbirkor. Chempion tadbirkorlar tovar oboroti yuqori bo'lgan hamda ishchilar soni ko'p bo'lgan tadbirkorlar chempion. Ya'ni ular har tomonlama tadbirkorlik ham bir oila sifatida qarasak bo'ladi. Shu bitta tadbirkorimiz shu 30 nafar, 50 nafar xodimni agar ish bilan ta'minlaydigan bo'lsa, uning orqasidan oilasi qozonini qaynaydi. Bu albatta xuddi shunday tovar oboroti yirik miqdorda bo'ladigan bo'lsa, biz bularni chempion tadbirkor va har tomonlama ularga imkoniyatlar yaratamiz. Bugungi kunda agar 46 taga yaqin chempion tadbirkorlarimiz mavjud. Ular tovar oboroti juda yuqori bo'lib, ishchilar soni ham 500 tagacha, 1000 tagacha, 2000 tagacha bo'lgan ishchilar soni mavjud. Chempion tadbirkor sifatida bularga qaraymiz va bu tadbirkorlarga boshqa tadbirkorlarni ham jalb qilish masalasi. Bir tadbirkorlik bir boshlashdan chempion tadbirkor bo'la olmaydi. Etapma-etap, qaysidir etaplardan o'tib sekin-sekin o'zining faoliyatini rivojlantirib, keyin chempionlik darajasiga yetadi. Ammo shu darajaga olib borish uchun albatta bugungi kunda hurmatli prezidentimiz tomonidan bu tadbirkorlar yangi o'sha kichik biznes tadbirkorlari deymiz, ishchilar sonidan kelib chiqib, ularni turkumlaymiz va o'shalarga har tomonlama imkoniyatlar yaratilgan. Ularga pasaygan darajada soliq imtiyozlari berilgan. Maqsadimiz shu tadbirkorlarimizga pastga tushib, yetkazib, ularni chempion darajasiga olib chiqish hisoblanadi. Shu tadbirkorlarga turli yengilliklar yaratilgan ekan, tadbirkorlar ham turli yo'nalishda o'z faoliyatini olib boradi. Tadbirkor kimdir mahsulotni ishlab chiqarsa, qaysidir tadbirkor bu mahsulotni sotadi. Biz jamoatchilik bilan uchrashuvlaringizda, jurnalistlar bilan bo'lgan uchrashuvda ko'p kuzatamiz. Xaridni amalga oshirgandan so'ng chekni talab qilishni va chekni so'rab olishni ko'p ta'kidlaysiz.
Ammo ba'zi holatlarda ko'ramizki, mana shu sotuvchilar chekni bermaslik yo'llarini izlab ko'rishadi turli bahonalar bilan. Fuqarolar mana shunday vaziyatlarda qanday yo'l tutish kerak? Endi haqiqatan ham og'ir yo'nalishimizdan biri bu hisoblanadi. ORD vakillari, blogerlar uchrashuvimizda eng meni qiynayotgan savol shu. Haqiqatan ham nozik nuqtamiz shundan iborat. Xabarlaringiz bor, soliq hamkor, ya'ni dasturimiz bor, mobil prilojeniyada soliq o'zida saytida yuklab bo'lsa bo'ladi telefonda. O'sha qaysi bir tadbirkor haqiqatan ham xarid qilingan mahsulot uchun ko'rko'rlik chek taqdim etmaydigan bo'lsa, yo o'sha terminalni ishlashdan rad etadigan bo'lsa, albatta o'sha soliq hamkor orqaliga murojaat qilingan taqdirda belgilangan muddatda soliq nazorat tadbirlari o'tkaziladi. Men dasturning imkoniyatlarini ham aytib o'tmoqchiman. Dastur imkoniyatlari shunaqa bir yaxshi sifatli belgilanganki, bugungi kunda bu dasturdan respublika bo'yicha 6 millionga yaqin foydalanadi. Va xuddi shuna bitta yo'nalishi mana shu soliq hamkor dasturi tegishli adresini, tadbirkorning o'sha rekvizitlarini ko'rsatgan holda nazorat kassa mashinasidan ko'rko'rlik chek bermaslik, taqdim etmaslik, ularni qoidabuzarliklarni kiritgan holda soliq organlariga ariza bilan murojaat qilinadi. Mana shu murojaat yuzasidan qaysi etapda ekanligini o'sha murojaat qilgan fuqaroimiz yetgandan keyin ularga axborot beriladi va bitta narsani aytib o'tishimiz kerak. Belgilangan soliq kodeksi moddasiga asosan 5 million so'mga jarima hisoblanadi. Agar kim 10 kun muddatda to'laydigan bo'lsa 2,5 million so'm. Mana shu 2,5 million so'mga o'sha 10 kun ichida tekshirib va to'lov amalga oshirilsa 500 ming so'm mana shu murojaat qiluvchini o'sha ko'rsatib bergan shaxsiy kartachasiga o'tkazib beriladi. Qolgan qismi boshqarma hisobiga o'tkaziladi. Boshqarma emas, budjet hisobiga o'tkaziladi. Xuddi shunday. Demak, bu holatda ham fuqarolardan o'z huquqini bilish talab qilinadi. Shu bilan birgalikda soliq madaniyatini shakllantirish ham fuqarolarda muhim o'rin tutadi. Ma'lumki, Yaponiyada soliq madaniyati juda ham yuksak hisoblanadi. Ularning farzandlari yoshlikdan soliq madaniyati o'rgatilib, shu tushunchalar singdiriladi. Bizning fuqarolarimizda soliq madaniyatini, huquqlarini bilishlari uchun qanday ishlar amalga oshirilishi kerak deb o'ylaysiz? Soliq madaniyatini biz harakat qilyapmiz bugungi kunda yuqori kontingent, ya'ni ish xizmatchilarda, katta kontingentlarda, ya'ni davlat ishida, tadbirkorlar orasida buni targ'ibot qilishni, mana Yaponiyani juda yaxshi misol keltirdingiz. Ularni yoshlikdan shu narsaga o'rgatishadi. Men ham shuni o'ylaymanki, maktabdagi o'sha yoshlikdan o'quvchilarga agar singdirib boradigan bo'lsak, xalq ta'limidan boshlashimiz kerak. Men bir narsadan qo'rqaman, iste'molchi o'sha qanaqadir bir mahsulotni yoki qanaqadir bir xizmat ko'rsatganda xarid chekini olmadi deb tasavvur qilaylik va o'sha olingan mahsulot sifat sertifikatsiz yo yanqisiz bo'lib qoladigan bo'lsa, u ertaga albatta nima bo'ladi? O'sha olingan chek sizga kerak bo'lib qoladi. Xarid qilganligingizni tasdiqlovchi hujjat hisoblanadi va albatta siz bir o'sha mahsulotni yo qaytarib berib, yo bu yerda boshqa mahsulot olishingiz mumkin. Yana bir narsani aytib o'tishim, ta'kidlashim lozimki, soliq hamkorga murojaat qilish bilan bir qatorda fuqarolarimiz xarid chek olinganda ko'rko'rdan xarj summasining 1% ko'rsatilgan shaxsiy plastik kartasiga o'tkazib beriladi. 24-yil hisobidan 40 milliardga yaqin cashback qaytarib berilgan. 40 milliardga yaqin, ya'ni 1% xarid qilingan mahsulotni bu Buxoro viloyati bo'yicha aytaman, 40 milliardga yaqin summa o'tkazib berilgan. Birgina may oyi hisobida 4 milliardga yaqin o'tkazib berilgan. Bu nimadan dalolat beradi? Ya'ni bizning fuqarolarimiz har bitta xarid qilishdan mana soliq madaniyatini, chek so'rash madaniyatini aytib o'tdingiz, madaniyatimiz oshib boradi. Lekin baribir ayrim fuqarolarimiz bor, yo isdan chiqib qoladi, yo vaqtini qiz deb hisoblaydi. Mana shu narsani menimcha agar oshiradigan bo'lsak, bu ob'yom ham oshadi. Chek berishi va albatta o'zini ertaga himoya qilib biladi. Davlatning iqtisodiy qudrati uning budjeti hisoblanadi. Budjet esa soliqlardan tashkil topgan. Ushbu soliqlar davlatning rivojlanishi, kelajak uchun sarflanadi. Xo'sh, bu soliqlarni nazorat qilish va tizimli hisoblash qanday amalga oshiriladi? Katta rahmat savol uchun. Bu dolzarb masala haqiqatan ham endi soliq organining asosiy vazifalaridan biri bu albatta soliqlarni to'g'ri hisoblab, budjetni to'liq ta'minlash. Soliq kodeksidan, konstitutsiyamizdan belgilab qo'ygan beg'araz undirilgan, budjetga undirilgan to'lov hisoblanadi. Bu soliqlar aytib o'tdim, ko'rgan 80-85% tashkil qiladigan bo'lsak, bu soliqlar qayerga sarflanishi? Maktabgacha ta'lim, yo'limiz, obodonlashtirish va mana shu yo'nalishlarda ish haqimiz, o'qituvchilarimizni, murabbiylarimizga yo'naltirilgan bu hammasi shu budjetdan ta'minlanadi. Agar ruxsat bersangiz, aytib o'tib, korxonabaydan mana shu budjet tushumlarini bevosita amaliyotda ko'rish uchun taklif qilsam, o'sha korxonalar bilan qanaqa tizim amalga oshirilishi bo'yicha bevosita amaliyotni sizga ko'rsatmoqchiman. Yaxshi bo'lardi, biz ham yaqindan ko'rib olardik ishlashini.
To'g'risi chetdan qaraganda soliq xodimlarining ishi juda ham yengil ko'rinadi, lekin hukumatimiz tomonidan ularga juda ham mas'uliyatli vazifalar yuklatilgan. Shu borada xodimlarni rag'batlantirish ishlari va ularning ishlarini baholash qay tartibda amalga oshiriladi? Haqiqatan ham chetdan qaraydigan bo'lsak, nafaqat soliq boshqa yo'nalishlar ham oson ko'rish mumkin, lekin har bir sohani agar ichiga kiradigan bo'lsak, bizga yarasha past baland bo'ladi va og'ir yengil tomonlarimiz. O'zim o'sha 2011-yildan beri soliq tizimida ishlaydigan bo'lsak, soliq juda og'ir, mashaqqatli kasb. Har birimizni juda katta mas'uliyat bilan belgilangan. Bugungi kunda 30 ga yaqin yo'nalishlar har bir xodimga yuklatilgan vazifalar bor. O'sha har bir korxona biriktirilgan. Mana shu xususan 30 ta vazifadan 8 ta yo'nalishimiz bu to'g'ridan to'g'ri непосредственно tushunga bog'liq. Ular sidqidildan jon fidoyi bilan bajaradigan bo'lsa, ularga albatta rag'batlantirish masalasi ham ko'zda tutilgan. Albatta intizomiy javobgarlik chorasi ham belgilangan. Agar kim yuqori ballni darajada tashkil etadigan bo'lsa, uni o'sha ballni foiziga qarab 85 dan 85% gacha, 85 dan 90 dan yuqori bo'ladigan bo'lsa, mana shunga qismatan oylikka nisbatan qo'shimcha nadavkalar berilish ham joriy etilgan. Bu yerda necha kishi faoliyat yuritadi? Bu yuqorida ta'kidlab o'tdim, ya'ni qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchilar, ya'ni tovar-oborot 1 milliard so'mdan oshgan korxonalarga xizmat ko'rsatadigan bo'limlar birida turibmiz. Bu yerda jami 16 ta xodim faoliyat ko'rsatadi. Barqarorlik reytingimiz bor. Agar 3 ta tizimli bo'ladigan bo'lsa, 7 kunda, 3 kunda qayta tartib belgilangan. Sraz tez bir kunda qaytib ketadi endesimiz. Agar kim 2 ta bo'ladigan bo'lsa, 3 kunda qaytib belgilangan. Bu yerda 2 ta bo'limimiz bor, ya'ni qo'shilgan qiymat solig'i bo'limi hamda soliq xizmat ko'rsatish bo'limi 16 tadan iborat. O'sha aytganimizdek, har bir sohalar kesimida 15 taga yaqin sohamiz bor. O'sha sohalarga biriktirilgan korxonalarga mas'ul javobgar shaxslar shu xonada faoliyat ko'rsatadi. Soliq tizimida ishlash qiyinchilik tug'dirmaydimi? Ayniqsa fuqarolar bilan suhbatlashish mushkul emasmi? Yo'q, qiyinchilik tug'dirmaydi. Faxrlanaman ushbu soliq tizimida ishlayotganimda. Qarab turganingizda hamma sharoitlarimiz yaxshi. Soliq to'lovchilarga xizmat ko'rsatish bizning asosiy burchimiz. Qo'shilgan qiymat soliq to'lovchilari murojaat qilishadi. Murojaatlari bo'yicha tegishli topshiriqlarning barchasini olamiz. Ularga tushuntirish beramiz. Asosiy faoliyat vazifamiz shu. Necha yildan beri faoliyat yuritasiz? 15 yildan beri faoliyat yuritaman. Shu tizimda ishlayotgan ishchilarga qandaydir imtiyozlar bormi? Ularning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish uchun nimalardir yordam beriladimi? Qolaversa, bugun butun respublikamiz bo'yicha Yangi O'zbekiston Olimpiya cho'qqilari shiori ostida musobaqalar tashkil etilyapti. Xo'sh, soliq boshqarmasi tomonidan ham qandaydir musobaqa tashkil etilyaptimi? Albatta, bu yuqorida ta'kidlab o'tganimizda mashaqqatli kasb. Baribir bu ishda bo'lganimizdan keyin har birimiz insonimiz charchaymiz. Buni charchashni oila davrasidan bir qatorda biz xodimlar bilan birgalikda biz endi xabarlaringiz bor, tennis federatsiyasi raisi sifatida faoliyat ko'rsatamiz va stol tennisi bo'yicha har tomonlama o'sha yosh avlodga sharoit yaratib bergan. Xuddi shu jumladan endi shuncha o'zimizni endi sharoit bo'la turib foydalanmasak ham bu yaxshi emas. Shuning uchun biz harakat qilamiz. Har dam olish kunlarida yoki ishdan xoli bo'lgan paytimizda juda yaxshi stol tennis bo'yicha imkoniyatlarimiz bor, sharoitlarimiz bor. Sport tennisi bilan shug'ullanib turamiz. Agar ruxsat bersangizlar, borib ko'rsak, biz ham qay tartibda olib borilayotganiga guvoh bo'lamiz. Bu yer juda chiroyli ekan. Bu qanday joy? Bu ishxonamizning orqa tomoni. Xodimlarimiz mana shu yerda turib dam olishlari mumkin. Xodimlaringiz bilan va fuqarolar bilan qanday munosabat o'rnatgansiz? Ya'ni ular bilan ishlashda qanday tamoyillarga asoslanasiz? Har oyda tadbirkorlar bilan uchrashuv belgilangan. Yana bir narsani aytib o'tishimiz kerakki, tadbirkor ko'makchi degan Telegram guruhlarimiz bor. U yerda soliq to'lovchilar bilan qanaqadir muammolar bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerda murojaat qilish, ya'ni o'sha murojaatdan to'g'ri o'zim nazoratimda, men nazoratimdan chiqqandan keyin soliq to'lovchilarimizga yordam berib boraman va oxiriga yetib boraman. Xuddi shunday har doim ishimizni ochib har kuni biz tayyormiz o'sha soliq to'lovchilar ko'maklash, ular bilan uchrashib, ular muammolarini yechishga. Endi uzoq hududlarimiz bor, tadbirkorlarimizni vaqti qimmatli vaqt hisoblanadi. Ular shu vaqtda kelib ketishini o'rniga telefon orqali, telegram orqali agar o'zini qiynayotgan, soliq tomonidan qiynayotgan bo'lsa, to'g'ri men o'zimni telegram raqam bergan, ushbu telefonim bor, murojaat qilishlari mumkin va bu yo'nalishda men yaqinda o'zim bilaman
mana shu o'yinning hisobiga 25-30 ga yaqin murojaatlarga tushib, o'zim nazoratimda ular muammolar yechilib kelmoqda shu hozirgacha. Juda ham yaxshi. Albatta, rahbar hamda fuqarolar, xodimlar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri muloqotni amalga oshirish ish samarasini ham beradi. Adashmasam, mana shu yerda tennis bo'yicha sport musobaqalari o'tkaziladi. Xuddi shunday. Yo'qsa biz marhamat. O'yin jarayonlari juda ham qizg'in ketyapti. Yo'q, marhamat. Viloyatlar o'rtasida Buxoro viloyati yuqori yo'llar doim ishini yuqori darajada ko'tarib kelmoqda. Har tomonlama qo'llab-quvvatlaymiz. O'zimiz ham shu yerga chiqib, jamoa bilan birga shug'ullanib turamiz. Marhamat qilishlaringiz mumkin. Juda ajoyib, juda qulay sharoit yaratilgan va har doim ular bilan o'sha issiq sovuqdan xabar olib turamiz. Bu yoshlarimiz har kuni 4 dan 6 gacha shug'ullanishadi. Bizning xodimlarimiz esa 6 dan keyin Bu yerga necha yoshdan necha yoshgacha bo'lgan yoshlar kelib shug'ullanishi mumkin? 2 yoshdan yuqorisi shug'ullanishga bemalol shug'ullanib kelmoqdalar va respublika darajasida yuqori o'rinlarni egallab kelishmoqda. Siz ham bo'sh vaqtingizda mana shu yerga kelib tennis o'ynab turasizmi? Albatta, endi vaqtimiz sal qiz lekin va imkon qadar vaqtimni to'g'risida o'ynab ketaman, lekin asosiy jamoam bu yerda ko'pincha o'ynaydi. Agar ruxsat bersangiz, qana endi buni ko'rib, raketani ko'rib sal o'ynagim kelib ketdi. Demak, har bir kishiga sport bilan shug'ullanish ham katta kuch beradi. Albatta. Sport bu avvalambor sog'lik. Darvoqe o'zimiz sport bilan shug'ullangan bo'lsak, bu har tomonlama o'zimiz sog'ligimizga va o'sha muhitga ham juda katta ta'sir ko'rsatadi deb o'ylayman. Soliq tizimida ishlamaganingizda sportni tanlarmidingiz? Rosa tanlovlar aytaman. Yoshligimdan juda sportga shug'ullanganman. Men asosan boks sport musobaqalarida ishtirok etib yutganman. Ikkinchi darajali boks bo'yicha razryadim ham bor. Rukopashlikga faoliyat bilan ham sport bilan shug'ullanganman. Shu o'rinda savol tug'iladi. Bugungi kunda soliq tizimida ishlashni istagan yoshlarga qanday imkoniyatlar yaratilgan? Xabarlaringiz bo'lsa kerak, kadrlarimiz hammasi Argus orqali, ya'ni test sinovlarimiz bor. O'sha sinovlardan o'tib ishga qabul qilinadi. Yaxshi sinovlardan o'tib kelgandan keyin soliq organlariga ishga qabul qilinadi. Dilshod Rustamovich, bugungi suhbat uchun minnatdorchilik bildiramiz. Xush kelibsizlar. Doim ishimiz ochiq va har tomonlama qanaqadir masala yuzasidan bo'ladigan jumalarni ko'paytirib, sizlar bilan o'sha hatto savol-javoblaringizga tayyormiz. Buxoro yoshlar gazetasiga o'zim ham obuna bo'lganman va bu gazeta haqiqatan ham har tomonlama har yo'nalishdan yoritib boradi. Qanchalik vaqtim tig'iz bo'lmasin, bu gazetani har doim so'limizda bo'ladi va bunni gazetadan foydalanib, ma'lumotlardan, axborotlardan doimo xabardor bo'lib turaman. Katta rahmat, xush kelibsizlar. Rahmat, sizga ham ishlaringizga muvaffaqiyat, jamoangizga zafarlar tilaymiz.